Ushbu video darslik faqat ayollar uchun. Agar siz erkak kishi bo'lsangiz va videoga bilmasdan kirib qolgan bo'lsangiz, hurmat bilan so'rayman, hoziroq chiqib keting. Agar siz xotinchalish bo'lsangiz, bemalol videoni ko'rishda davom etishingiz mumkin. Yana ikkinchi ogohlantirish. Agar siz o'ta uyatli bo'ladigan bo'lsangiz, hoziroq videoni tark etishingiz mumkin. Chunki videoda bolani o'sirtirish, kekirtirish kabi ba'zilar uchun o'ta uyatli bo'lgan so'zlarni ham ishlataman. Assalomu alaykum, qadrli ilmli onalar. Siz farzandli bo'ldingiz. Oilangizga yangi chaqaloq keldi va endi hayot tarzingiz butunlay o'zgaradi. Albatta, yaxshi o'zgarishlar juda ham ko'p, lekin hayotingiz qiziqarliroq bo'ladi va ko'plab savollarga duch kelasiz. Nima, qachon, qayerda nima qilish kerak, qanday ovqatlantirish kerak, cho'miltirish kerak, qachon sayr qildirish kerak, nimaga? Va bugun siz bilan mana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, Ilmli onalik kanalida sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Kanalimizda homiladorlikka tayyorgarlik, tug'ruqdan keyingi tiklanish va mana chaqaloq parvarishi bo'yicha qiziqarli va foydali videolar bor. Shuning uchun albatta kanalga obuna bo'ling. Xo'p, bugungi darsimizda siz bilan muhim bo'lgan bir mavzu, yangi tug'ilgan chaqaloqni va uning birinchi oylardagi hayotini gaplashamiz. Birinchi o'rinda yangi hayotga adaptatsiya haqida gaplashamiz. Ya'ni chaqaloq tug'ilgandan keyin u yangicha hayotga moslashishi kerak. Chunki u sizni qorningizdaligida juda ham qulay ahvolda yashagan. Sizni organizmingiz hamma vazifalarni uni o'rniga bajarib bergan. Masalan, havodan nafas olish kerak bo'lmagan, ovqat yeyish kerak bo'lmagan, eng mukammal temperatura bola uchun ichingizda bo'lgan qon aylanishi, o'sha balansni saqlash, hamma narsani bolangiz o'rganishi kerak. Shuning uchun nafaqat chaqaloq yangi hayotga moslashadi, balki siz ham unga moslashishingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa birinchi chaqalog'ingiz kelgan kunlarda juda ham kuchli stress, xavotir bo'lishlari tabiiy, lekin vaqt o'tgan sari buni hammasi o'z mevasini beradi va sizga juda ham katta quvonchlar olib keladi. Bu jarayonlar anchagina kuchni, vaqtni talab qiladi. Shuning uchun iloji boricha sizni bolangizga, oilangizga doir bo'lmagan odamlarni sizni ko'rgani kelishlarini taqiqlang yoki kamaytirishga harakat qiling. O'zi umuman bolangizga, oilangizga mos bo'lmagan har qanaqa ishlarni qoldirishga harakat qiling. Masalan, tashqaridan odamlarni kelishini minimal tarzda olib boring, ya'ni iloji boricha odamlarni kelishini qisqartirishga harakat qiling, chunki bu sizni bolangizni xavfsizligini birinchi o'ringa qo'ygan holda aytilayotgan maslahat bo'ladi. Bola tug'ilgandan keyingi eng mas'uliyatli davr bu uning birinchi 5 kuni hisoblanadi va bu davrda bola tashqi muhitga, oilaga eng intensiv tarzda moslashayotgan vaqt bo'ladi. Afsuski, har doim ham tug'ruq oson o'tib, bola ham, ona ham sog'lom, hammasi ideal holatda bo'lmaydi. Boshqa holatlarda, juda ham ko'p holatlarda to'g'rig'i bolani va onani sog'lig'i bilan bo'lgan muammolar bo'lishi mumkin. Ayniqsa, masalan, bolangiz sal kattaroq bo'ladigan bo'lsa, juda ham ko'k yoki fioletoviy rangda tug'ilishi mumkin va bu narsalar 1-2-3 kun qolishi ham mumkin bo'ladi. Keyin endi bolalarda, deyarli hamma bolalarda uchraydigan vaqtinchalik, ya'ni transitorное состояние deyiladi, vaqtinchalik holatlar haqida gaplashib o'tamiz. Odatda bu kabi holatlar hamma bolalarda uchraydi va vaqtincha davom etadi. Ushbu holatlar ko'plab ota-onalarni xavotirga solishi mumkin, lekin ular ko'pincha tabiiy bo'ladi va vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan tuzalib ketadi. Birinchi o'rinda va eng ko'p uchraydigan narsa bu fiziologik sariqlik, ya'ni jaundice deyiladi ingliz tilida. Bu birinchi holatimiz sariqlik, bolalarning terisini sariqlashishiga aytiladi va bu holat yangi tug'ilgan chaqaloqlarda juda ham ko'p uchraydi. Nima uchun bunaqa bo'ladi? Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni jigar tizimi hali to'liq rivojlanmagan hisoblanadi. Shuning uchun bilirubin degan moddani ishlov berishi qiyin bo'ladi va bu to'planib sariqlashishiga, bolani sariqlashishiga olib keladi. Ko'pincha bu bolalardagi sariqlik bir necha kun ichida o'tib ketadi, lekin agar sariqlik juda ham kuchli bo'lsa, masalan 2 haftadan uyog'iga ham o'tib ketadigan bo'lsa, bolangiz ko'zlarining oqlari sariq bo'lsa, o'zi qoramtir bo'lsa,
bu narsani xavfli desak bo'ladi va albatta doktor bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Bu odatda sariqlik 60% o'z vaqtida, srokida tug'ilgan bolalarda uchraydi va erta tug'ilgan chaqaloqlarda 80% holatlarda uchraydi. Keyingi holat bu fiziologik eritema deyiladi. Fiziologik eritema bu chaqaloq terisidagi vaqtinchalik qizarishlar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarning terisi yangi muhitga moslashayotganda kichik qon tomirlari kengayib ketadi va bu terida qizarishni keltirib chiqaradi. Odatda ko'pincha bir hafta ichida o'tib ketadi va kamida 50% bolalarda bu holat kuzatiladi. Endi esa 100% bolalar boshdan kechiradigan bir holat haqida aytib beraman. Bu ham bo'lsa terini ko'chishi. Yangi tug'ilgan bolalarda ko'plab holatlarda terisi ko'chadi va buni sababi shuki, bola onasini qornida, ya'ni o'sha amniotik qopchani ichida suyuqlikda yashagan, uzoq vaqt o'sha yerda yashagan va tug'ilgandan keyin mana shu havoga moslashganda terisi yangilanadi va xuddi ilonnikiga o'xshab ko'chishni boshlaydi. Yana bir holatlardan biri bu toksik eritema deyiladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda terisida qizil dog'lar xuddi fiziologik eritemaga o'xshab, lekin kichkinagina yiringli, kichkinaligimizda po'rsildoq derdik, shunaqa ishib qoladi-yu, shunaqa po'rsildoqlar paydo bo'lishi mumkin. Va bu holat unchalik hammada bo'ladigan emas, lekin 20% bolalarda odatda uchrar ekan va odatda bu holat bir hafta ichida o'tib ketar ekan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning immun tizimi yangi muhitga moslashayotganiga bu reaksiya bo'lib ketadi va bu toshmalar kelib chiqadi. Endi esa yana bir holat bu miliya. Miliya bu chaqaloq terisidagi kichkinagina oq toshmalar bo'ladi va u chaqaloqlarda yog' bezlarini to'lib qolishi natijasida yuzaga keladi. Odatda miliya bir necha hafta ichida o'tib ketadi va 40-50% bolalarda bu holat bor bo'ladi. Endi esa bolalarda, o'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham gormonal o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin. Ba'zi chaqaloqlarda masalan ko'kraklari ishib ketishi mumkin. O'g'il bolalarda ham, qizlarda ham yoki jinsiy a'zolarining shishganini ko'rishingiz mumkin va bu hammasi gormonal o'zgarishlar natijasi bo'ladi. Chunki bola tug'ilishidan oldin onasining gormonlari chaqaloqqa o'tadi va bu narsa ko'kraklar yoki o'sha jinsiy a'zolarning shishiga olib keladi. Odatda 10 kun ichida o'tib ketadi va 50-70% qizlarda uchraydi, 15% o'g'il bolalarda uchraydi. Ba'zi qizlarda hattoki o'sha jinsiy a'zosidan ozgina pushti titrang yoki ozgina qonga o'xshagan narsa kelib qolishini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir ko'pchilikda uchraydigan holatlardan biri bu hayotning birinchi kunlarida har bir chaqaloq vaznini yo'qotishi. Shuning uchun raddomda tuqqaningizda bolani vesi alohida o'lchanadi, chiqib ketayotganingizda alohida o'lchanishi kerak. Bu aslida tabiiy jarayon bo'lib, yangi tug'ilgan chaqaloqning tanasi ko'p miqdorda suvni yo'qotadi va o'sha bola bachadonda paytida olingan ozuqa moddalarini zaxiralardan foydalanishi kerak bo'ladi. Bola tug'ilgandan keyingi birinchi kunlarda onada ham sut unchalik ko'p bo'lmaydi va bu narsa bolani ozgina qorni ochligini ham bildiradi. Odatda normada chaqaloqlarni dastlabki tana vaznini 6 dan 10% gacha yo'qolishi norma hisoblanadi, lekin undan ko'p bo'lsa normaga kirmaydi va qoidalariga ko'ra, o'sha ilmiy izlanishlarga ko'ra, o'sha yo'qotgan vesini bola hayotini 8-10 kunlarida qaytarib oladi. Agar nidonoshiy bo'lsa, ya'ni erta tug'ilgan chaqaloq bo'lsa, 14-kunlariga kelib o'sha chaqaloqlar tug'ilgan paytdagi vesini qayta o'ziga olishi mumkin bo'ladi. Yana bir tranzitor holatlardan biri bu tranzitorniy lixoradka deyiladi rus tilida va bu bolani tana haroratini o'zgarishiga aytiladi. Odatda ko'tarishi mumkin temperaturasi yoki pastga tushishi mumkin va buni sababi shuki, termoregulyatsiya jarayonlari hali ham bolada yetuk emas. O'zi aslida aytiladi-ku, bola agar imkoniyat bo'lganda onani badani ko'tara olganda bola onani ichida 12 oygacha yashagan bo'lardi, lekin onani badani boshqa ko'tara olmaydi va o'zi bolani chiqarib yuboradi deydi. Shuning uchun bolani ilk bu hayotdagi 3 oylik hayoti bu periodda nashivanya deyiladi. Shuning uchun bu bolani yetuklashtirish degani. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak va shunaqangi tranzitor holatlar, ya'ni o'tib ketadigan holatlar borligini bilish kerak bo'ladi.
Termoregulyatsiya jarayoni juda ham nomukammal bo'ladi va atrof muhitdagi o'zgarishlarga juda ham sezgir bo'ladi. Bolangiz terisi, bolangiz badani va uni muvozanati, termal muvozanati tashqarida yoki xona ichidagi haroratga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Turli xil holatlarda o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun agar xonada siz to'liq tug'ilgan chaqaloqlaringiz bo'lsa 20-22 gradus, agar erta tug'ilgan chaqalog'ingiz bo'ladigan bo'lsa 23-24 gradusdagi temperaturani ushlab turish kerak bo'ladi. Yana bir transitor holatlardan biri bu transitorniy disbakterioz deyiladi va bu har bir yangi tug'ilgan chaqaloqlarda uchraydi. Bola o'z hayotini birinchi yoki ikkinchi kunlarida birinchi axlatni chiqaradi va bu axlati mekoniy deb ataladi. Mekoniy odatda quyuq, yashil, qora ranggacha bo'lgan o'sha yopishqoq massa hisoblanadi. Kakasi shunaqangi bo'ladi. 3-4 kunga kelib bolani o'tish davridagi najasi paydo bo'ladi va bu odatda unchalik tekis bo'lmagan konsistensiyaga ega va har xil o'sha bo'laklarga ega, shilimshiq, yashil, sariq rangli kaka bo'ladi va birinchi haftani oxiriga kelib axlat odatiy sarg'ish rangda bo'ladi. Agar bolangiz faqatgina emizayotgan bo'lsangiz, sariq rangda kaka qilish kerak. Agar smes qo'shgan bo'lsangiz, yashil rangga bo'lishi ham mumkin. Nima uchun ona bu boladagi transitor holatlarni yaxshi bilishi kerak? Chunki barcha bu holatlar odatda vaqtinchalik holatlar bo'ladi va xavotirli bo'lmaydi. Bolalar o'z-o'zidan bolalardagi bu holatlar o'tib ketadi. Lekin agar sizni farzandingizda ushbu holatlar uzoq davom etayotgan bo'lsa yoki yomonlashayotganini ko'radigan bo'lsangiz, albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Bundan tashqari bu holatlar haqida yaxshilab o'rganib chiqishingiz sizni yanada ilmli ona qiladi va masalan meni o'zim ham farzandimni tuqqanimdan keyin yuzidagi o'sha toshmalarni ko'rgan odamlar dieta qilmaganingiz uchun, bunaqa qilganingiz uchun deb meni ayblashga harakat qilgan, lekin aslida bular transitor holatlar ekanligini men bilaman va bu kabi narsalarni siz ham bilishingiz o'sha atrofdagilarning gaplariga ishonib, o'zingizni qiynamasligingizga yordam beradi. Endi esa reflekslar haqida gaplashamiz. Yangi tug'ilgan chaqaloq shunchaki yordam bermasiz yasholmaydigan kichkinagina bechora odamchaga o'xshaydi, lekin aslida Alloh unga g'amxo'rlik qilib qo'ygan va o'zini o'zi himoya qilish va turli xil boshqa shartsiz reflekslarni taqdim etgan. Bu reflekslar nimalarni anglatadi va nima degani o'zi? Keling, shularni o'rganib chiqamiz. Birinchilari bu bolani oralniy reflekslari, ya'ni og'ziga doir bo'lgan reflekslari hisoblanadi. Masalan, poiskovoy refleks degani bor va bu qidiruv refleksi deb tarjima qilinadi. Agar farzandingizni barmog'ingizni farzandingizni lablarini chetlariga suradigan bo'lsangiz, u o'sha ko'krakni qidirishni boshlaydi va og'zini ochib, boshini u yoq bu yoqqa qilishni boshlaydi. Agar o'ng tarafroqqa barmog'ingizni qilsangiz, boshini o'sha o'ng tarafroqqa suradi, chapga qilsangiz, chaproqqa suradi. Yana bir reflekslardan biri bu sosательный refleks, ya'ni so'rish refleksi. Bu odatda bolalarda tug'ilishi bilan paydo bo'ladi. Agar bola sog'lom bo'lsa va u o'zining lablari bilan shunday ko'kragingiz uchini yoki masalan barmog'ingizni tiqsangiz, soskani tiqsangiz, hammasini shunday emishni boshlaydi va ritmichniy ravishda, ya'ni bir xil ravishda emadi. Bu odatda fiziologiyada juda ham odatiy protsess hisoblanadi va bu refleks odatda 1,5-3 yoshgacha bo'lgan vaqtda o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun ba'zi mutaxassislar aytadi, Alloh o'zi shunaqangi ona bolasini emizishi uchun kerak bo'ladigan optimal vaqtni belgilab qo'ygan deb aytishadi. Yana bir reflekslardan biri bu ladonno-rotovой refleks deyiladi. Ya'ni qo'lini orasini salgina bosadigan bo'lsangiz, barmog'ingiz bilan uni og'zi ochiladi. Yana bir reflekslardan bittasi bu verxniy защитный refleks, ya'ni yuqori himoya qilish refleksi hisoblanadi. Bu refleks nimani anglatadi? Agar yangi tug'ilgan chaqaloqni qorniga yotqizadigan bo'lsangiz, u srazu boshini yo o'ngga yo chapga qo'yib oladi yoki ko'tarishga harakat qiladi va bu uslub bilan u o'zini ichiga havo kirishini, nafas olishini yo'lga qo'yib oladi. Yana bir reflekslardan bittasi bu xvatательный, ya'ni ushlab olish refleksi hisoblanadi. Agar
qo'lingizni farzandingizni qo'lini ichiga yoki birorta narsani qo'lini ichiga qo'yadigan bo'lsangiz, u mahkam ushlab oladi. Yana bitta refleks bu Babinskiy refleksi deyiladi. Agar farzandingizni oyog'ini tagiga katta barmog'ingiz bilan shunday bosadigan bo'lsangiz, barmoqlari shunday pastga tushishi kerak. Hamma barmoqlari yig'ilib, mamdek pastga tushishi kerak. Agar barmoqlari tepaga bo'lib, o'sha yoyilib ketadigan bo'lsa, farzandingizda Babinskiy refleksi bor hisoblanadi, lekin sog'lomlarda barmoqlari pastga tushib, yig'ilib qoladi. Keyingisi bu avtomatik yurish refleksi hisoblanadi. Agar farzandingizni masalan qo'ltiqlarini tagidan ushlab, yerga qo'yishni boshlasangiz, turgizgandaqa qilib, u o'zini oyoqlarida turishni boshlaydi. Agar sal oldiroqqa qiladigan bo'lsangiz, xuddiki qadam bosgandaqangi boshlab ketadi. Yana bitta refleks bu emaklash refleksi hisoblanadi. Agar farzandingizni qorniga yotqizib, oyog'ini tagiga qo'lingizni qo'yadigan bo'lsangiz, shunday oyog'ida itarishni boshlaydi va xuddiki emaklashga harakat qilayotgandaqangi bo'ladi. Yana bir refleks bu Moro refleksi deyiladi. Bu o'zini himoya qilish uchun kelingan refleks va bu narsani ko'p yo'llar bilan sinab ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, bolangiz yotgan joyda stolni ustida yotgan bo'lsa, o'sha plenarniy stolikning ustida yotgan bo'lsa, o'sha stolga bitta urish orqali yoki oldida biror nimani tushirib yuborish yoki qandaydir внезапный o'zidan o'zi baland ovozni qo'yib yuborish orqali bu refleksni tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Va bu kabi holatga farzandingiz qanaqangi reaksiya bildirishi kerak? Birinchi o'rinda farzandingizni qo'llari chekalagi o'tib ketadi. Shunday qo'llari yoyilib ketadi, xuddi quchoqlamoqchi bo'lgandaqa. Keyin mushtlari, masalan, ko'p bolalarda musht bo'ladi-ku, o'sha mushtlari ham yoyiladi va u oyoqlarini tekislab oladi. Va biroz vaqt o'tgandan keyin u oldingi holatiga qaytadi yoki o'zini xavfsiz his qilishga harakat qiladi va bu refleks odatda 3-4 oygacha bolangizda saqlanib qoladi. Har bir sog'lom tug'ilgan farzandda bu reflekslar bor bo'ladi va ularni tekshirib ko'rish mumkin bo'ladi. Lekin agar tug'ruq qiyin o'tgan bo'lsa, bolada qandaydir muammolar bo'lgan bo'lsa yoki bola erta tug'ilgan bo'lsa va shu kabi holatlarda bu reflekslar bolada ishlamasligi yoki slabiy holatda, juda ham kam holatda ishlashligi mumkin bo'ladi. Keling endi yana bir juda ham muhim bo'lgan mavzulardan bittasi emizish va ona suti haqida gaplashamiz. O'zi aslida emizish juda ham tabiiy bo'lgan jarayon, lekin bu degani hech nimani bilmasdan shunday ko'kragingiz chiqarsangiz bolangiz emib ketadi va hammasi oson va zo'r bo'ladi degani emas. Shuning uchun bu narsani ham ilmini olishimiz kerak. Birinchi o'rinda farzandimga qancha sut kerak degan savol sizni qiynashi mumkin. Lekin farzandlarni, yangi chaqaloqlarni oshqozonlari juda ham kichkina bo'ladi va ularni qornini to'ydirish uchun uncha ko'p sut kerak emas. Shunday bo'lishiga qaramasdan 24 soatning ichida, ya'ni bir kunning ichida farzandingizni 8-12 martagacha hatto emizishingiz kerak bo'lishi mumkin. Masalan, agar farzandingiz undan ko'proq emsa ham bo'ladi yoki kamroq emsa bo'lmaydi. Va qancha farzandingizni ko'p emizganingiz sari badaningiz shuncha ko'p sut ishlab chiqaradi. Endi farzandimga sut yetarli bo'lyaptimi degan savol ko'p onalarni qiynaydi. Balki farzandim to'ymayotgandir deb o'ylab, juda ham ko'pchilik smesga ham o'tib ketadi. Eng farzandingiz to'yayotganini bilish uchun kerak bo'ladigan sizga bilim va belgi bu farzandingizni qanchalik tez va necha marta kuniga qanaqa rangda, qanaqa teksturada kaka qilyapti va siyapti. Shu narsalarni qarash kerak bo'ladi. Odatda bola tug'ilgandan keyingi birinchi hafta ichida har bir kun uchun yana bittadan qo'shimcha taglik ishlatganingiz sizni farzandingiz to'yayotganini belgisi bo'ladi. Masalan, birinchi kuni bitta taglik ishlatasiz, ikkinchi kuni ikkita taglik ishlatasiz, uchinchi kuni 3 ta ishlatasiz va bu norma hisoblanadi. Agar undan kam bo'lsa, farzandingiz katta ehtimol bilan to'ymayotgan bo'ladi. Lekin ko'proq bo'lsa, bu ham norma hisoblanadi. Bolangiz to'yayotganini bilishning yana bir ikkita uslublari bor. Birinchisi bu farzandingiz emgandan keyin shu xursand, spokойный bo'lib qoladi. Bundan tashqari, emizib bo'lganingizdan keyin ko'kragingiz yumshaganini his qilasiz va farzandingiz har 24 soatning ichida, bir kunning ichida kamida 18 marta, 12 marta emadi. Bundan tashqari, farzandingiz agar vesi oshayotgan bo'lsa, bu ham farzandingizni to'yayotganini bildiradi. Va sizni farzandingizga qancha sut kerak bo'lishi
bolangiz katta bo'lgan sari o'zgarib boradi, uni talablari o'zgarib boradi va sizni badaningiz uni talablariga mos ravishda o'zi o'zgaradi. Agar farzandingizda skachok ro'sti bo'lsa, skachok ro'sti bu o'sishdagi sakrash hisoblanadi. Bu haqida ham ko'proq aytib beraman. Agar farzandingizda skachok ro'sti bo'layotgan bo'lsa, farzandingiz ko'proq sizni ko'kragingizda osilib qolishi mumkin, uzoqroq emgisi kelishi mumkin va badaningiz bu narsaga ham moslanadi. Eng muhim narsa bu farzandingiz qancha xohlasa, shuncha uzoq vaqt davomida necha marta so'rasa, shuncha marta farzandingizga ko'kragingizni taklif qilishingizdir. Endi esa ona suti qanday ishlab chiqarilishini o'rganamiz. Homiladorligingizda sizni ko'kraklaringiz уже homiladorlik paytingizdayoq sut ishlab chiqarishni boshlaydi va tug'ruq yaqinlashgani sari ko'kraklaringiz kattalashganini ham siz sezishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, ko'krak qafasingizda o'sha ziloniy, yashil rangli tomirlaringiz ancha ko'rinarli bo'lib qolganini seza olasiz. Farzandingizni dunyoga keltirganingizdan keyin homiladorlik gormonlari ancha pasayadi va keyin laktatsiya gormoni hisoblanadigan prolaktin shunday chiqib ketadi. Prolaktin miyangizga o'sha ko'krakka sutni tushir degan signalni beradi va shunda sizni shu prolaktin gormoningiz ko'kragingizga sutni tushirayotgani va bu tarafdan farzandingiz sizni ko'kragingizni so'rayotgani ona sutini chiqib ketishiga yordam beradi. Farzandingiz sizni emarkan, yana bir gormon sizda ishlab chiqiladi. Bu bo'lsa oksitotsin gormoni. Oksitotsin sevgi gormoni ham deb ataladi. Oksitotsin sizda ishlab chiqqandan keyin u ko'kragingizdagi kichkina muskullarni kattayib kichinayishiga sabab bo'ladi va bu narsa ham sizning miyangizga o'sha ko'krakdagi sutni tushirish kerakligini aytib turadi. Bu narsa pastga tushirish refleksi deyiladi va bu refleks orqali sizni farzandingiz sutlaringizni chiqarib emib tashlay oladi. Endi esa ona sutini nechta fazasi borligini o'rganamiz. Ona sutini 3 ta fazasi bo'ladi. Birinchisi kolostrum, ya'ni og'iz suti deyiladi, adashmasam. Ikkinchisi o'tish davridagi sut va uchinchisi yetuk sut hisoblanadi. Kolostrum, ya'ni og'iz suti bu farzandingiz dunyoga kelishi bilan sizni ko'kragingizdan chiqadigan sut. Bu farzandingizga kerak bo'ladigan hamma vitaminlar, minerallar, nima kerak bo'ladigan bo'lsa, shu narsalarga ega bo'lgan, odatda qo'yroq, sarg'ish bo'lgan sut hisoblanadi va bu narsani qanchalik farzandingizga foydaliligini men sizga tushuntirib bera olmayman. Keyingisi bu o'tish davri suti. Sizni yetuk sutingiz kelgungacha bo'lgan vaqtdagi sut mana shu o'tish davri suti bo'ladi. Odatda yetuk sut ancha shilviragan bo'ladi, chunki ichida suv miqdori ko'proq bo'ladi. Va yetuk sut odatda 10 kun tug'ilgandan keyin, bola tug'ilgandan keyingi 15-kunlarga ham hatto kelishi mumkin. Lekin ko'pchilikda birinchi hafta ichida keladi. Shu yetuk sutingiz kelgungacha paytda bo'ladigan sutingiz sarg'ish bo'ladi u ham va odatda yog'liroq bo'ladi. Bu narsa o'tish davri suti hisoblanadi. Har 24 soatning ichida, ya'ni bir kunning ichida farzandingizni ko'p emizishingiz kerak. Qancha ko'p emizsangiz, badaningiz shuncha ko'p sut ishlab chiqaradi. Va qandaydir aniq bo'lgan emizish vaqti yo'q. Masalan, ba'zi bolalar 15 minut, 20 minut emib keyin qurab qolishi mumkin. Ba'zi bolalar undan ko'proq emishi mumkin, ba'zilar kamroq emishi mumkin. Va sizni farzandingizni o'zini xarakteri, emish bo'yicha paternlari sizga bu narsani tushunishga yordam beradi. Va bu narsa har kuni o'zgarib borishi mumkin. Masalan, bir kun ko'proq emishni xohladi, bir kun kamroq emishni xohladi. Bir kun 15 minutdan emayapti har safar, bir kun 15 minut, 20 minut, 30 minut emayapti, keyin yana qisqaryapti, shunaqangi bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan holatda ham bolangizni rejim bilan ovqatlantiraman deb aytmang. Ya'ni bolada potrebnost bor. Potrebnost bu talab. U yashab qolish uchun qorni ochdimi yig'laydi. O'sha yig'lagan paytida ko'kragingizni unga tutib bera olishingiz kerak. Men rejim bilan ovqatlantiraman, bunaqa demasligingiz kerak. Ayniqsa birinchi farzandingiz tug'ilgandan keyingi 3 oyligi davomida. Bolani qanaqa qilib emizish kerak? Iloji boricha qaysi ko'kragingizda sut ko'proqligini his qilsangiz, qaysi biri kattaroq bo'lsa, qattiqroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'kragingizga bolani tutishga harakat qiling. O'sha ko'kragingizda bolangizni emizing, qachonki u uxlab qolgungacha yoki ko'kragingiz o'zi chiqarib yuborgungacha. Har emizgandan keyin albatta bolani kekirtirish kerak. Kekirtirish uchun turli xil pozalar bor. Bularni ham men sizga aytib o'taman. Bolani kekirtirib bo'lganingizdan keyin yana ozgina emizishga harakat qiling. Ko'p holatlarda
bola ichiga havo kirib qolganligi uchun emizishni, ya'ni emishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Kekirtib olganingizdan keyin o'sha havo chiqib ketadi va yana emishni davom etishi mumkin bo'ladi. Hamma onalarga men faqat emizishni tavsiya qilaman. Afsuski, hozirgi zamonda ko'p onalar bolasiga hatto kerak emas bo'ladigan bo'lsa ham smesni berishni tanlayapti. Endi ona sutini farzandingizga foydalari juda ham ko'p. Birinchi o'rinda o'zingizga ham foyda. Ayniqsa tug'ruqdan keyin bolangizni emizadigan bo'lsangiz, har emizganingizda o'sha oksidotsin gormon chiqadi deb aytdim-ku. O'sha gormon sizning matkingizni qisqarishiga ham yordam beradi va bu narsa sizni tezroq oyoqqa turib ketishingizga yordam beradi. Bundan tashqari, agar farzandingizni emizadigan bo'lsangiz, u bilan emotsional darajada ancha yaxshiroq bog'liq bo'lasizlar va bu narsa sizga keyinchalik ham bolangiz bilan o'rtadagi munosabatlaringizga katta ta'sir qiladi. Bundan tashqari, farzandingizni emizganingizda farzandingiz uchun kerak bo'ladigan har qanday o'sha vitaminlar deysizmi, nima kerak bo'ladigan bo'lsa, buni hammasi ona sutini ichida bor. Bundan tashqari, ona suti juda ham yaxshi tez hazm bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, masalan, bolamga smes bersam, uzoq uxlaydi, yaxshi, tiniqib uxlaydi, lekin emizsam unaqa uzoq uxlamaydi deydi. Va buni sababi smes zo'rligida va sizni sutingiz yomonligida emas, balki ona sutini farzandingiz osonlikcha hazm qilib olishini Alloh o'zi shunday yaratib qo'yganida. Yana bir foydalaridan bittasi bu ona suti tekinligi. Formulaga, ya'ni smesga ko'pgina pul sarflashingiz kerak emas bo'ladi va ona sutida oziqlangan bolalar kamroq kasal bo'lishi ham ilmiy isbotlangan narsa. Va bu narsani men hatto o'zimni oilamda ham ko'raman. Singlim tug'ilganda ayam kasal bo'lib qolgan va umuman emizmagan. Meni va akamni uzoq vaqt davomida emizgan. Va hattoki homiladorligimda ham qish ichi men kasal bo'lmayman, lekin singlim har hafta qachon qarasangiz kasal bo'ladi. Va smesda katta bo'lgan bolalar bilan ona sutida katta bo'lgan bolalarni shunday turishda ham ko'pincha farqini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ona sutini juda ham qulayligini o'zingizlar ham bilsanglar kerak. Agar bolangizga smes beradigan bo'lsangiz, o'lchab, suvni qo'y, o'sha smesidan sol va har doim ham toza zo'r suvni topa olmaysiz. Butilkasini isit, bu kabi muammolar ona suti bilan bolangizni oziqlantirganingizda sizda bo'lmaydi. Qaysi pozada bolangizni emizish sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, shu pozada emizing. Lekin mana bu rasmdagi turli xil pozalarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Bularning har bittasi haqida batafsil o'rganib chiqish uchun meni boshqa videolarimni ko'rsangiz bo'ladi. Ularning izohlarida silkasini qoldiraman. Emizish uchun pozalarni ko'rib chiqdingiz. Endi sizlar bilan ovqatlantirishdan avval va keyin nimalar qilish kerakligini o'rganib chiqamiz. Birinchi o'rinda nima ish qilgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, qo'lingiz toza deb o'ylaysizmi, yo'qmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bolangizni emizishdan oldin qo'lingizni yuvishga harakat qiling. Chunki baribir xohlaysizmi yo'qmi, o'zingiz bilmagan holatda ham shunday ko'kragingizni uchini olasizda og'ziga tiqib qo'yasiz va qo'lingizdagi bakteriyalar uni og'ziga kirib ketsa, uni immuniteti hali siznikidaqangi kuchli emas. Shuning uchun bu narsani ko'tara olmasdan tezda kasal bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Agar bolangizga smes berayotgan bo'lsangiz, albatta butilkalarni sterillashga harakat qiling, sterilizatsiya qilishga. Uchlarigacha yaxshilab yuving. Qaynoq suvga solasizmi, qaynatasizmi yoki maxsus sterilizatsiya qiladigan apparat ishlatasizmi, o'zingizga qulayi va imkoniyatingiz yetganini qiling. Nima bo'lganda ham bolaga toza narsada sutini tayyorlab bering. Endi esa bolani qorni ochganini qayerdan bilaman degan savollaringizga javob beramiz. Iloji boricha bola yig'lashidan avval uni qorni ochganini sezishga harakat qiling. Chunki yig'layotgan bolani emizish qiyinroq bo'ladi sizga. Yig'layotgan bolani emizganingizda u tiqilib qolish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Yig'layotgan bolaga ko'kragingizni tutganda u ko'kragingizni olib emib ketishi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun qorni ochganini endi sizga aytayotganida siz o'sha bu narsalarni, belgilarni payqab olishingiz kerak. Ona bo'lish juda ham katta e'tibor talab qiladi. Shuning uchun qarang. Qayerdan bilasiz? Yangi tug'ilgan chaqaloqlar qo'lini og'ziga olib bora olmaydi. Hali bu qo'l meniki, mana bu og'iz meniki, mana shu qo'limni og'zimga olib boraman degan narsalar ularda yo'q. Hali asab tizimlari yaxshi rivojlanmagan. Shuning uchun ular shunday o'zini urishni boshlaydi. Ya'ni og'ziga olib borishga harakat qilyapti, lekin yuzlari urilib ketadi. Bundan tashqari boshini u yoqqa qilib xuddi o'sha emchagingizni qidirganda qangi qiladi. Lablarini
turgandaqa ovozlar chiqarishi mumkin. Og'zini, tillarini chiqargandaqa qilib, qo'llarini mahkam musht qilib oladi. Bundan tashqari ovozlariga ham e'tibor bering. O'sha qorni ochib chidolmay ketayotganda bo'lib ketadi. Hansirayotgandaqangi ovozlar chiqib ketadi. Keyin o'sha yig'lashga boradi. Siz iloji boricha bolangiz yig'lagungacha bo'lgan jarayonga olib bormasdan ko'kragingizni unga tuting. Nima ish qilyapsiz? Ishingiz yonib ketmaydimi? Bolangizni talablarini birinchi o'rinda qondirishga harakat qiling. Demak, bolangizni qornini qanday ochganini, qanday bilishni o'rganib oldik. Shunaqa paytda bolangizni emizishga harakat qiling. Va bundan tashqari, bolangizni emizish uchun albatta birorta tinch bo'lgan, o'zingizni ham xavfsiz his qiladigan, yaxshi, shovqinmas joyga kirishga harakat qiling va bolangizni o'zingizga yaqin tutib emizishga harakat qiling. Chunki baribir bolangiz o'zingizga yaqin bo'lganda u yerdagi bog'liqlik, hammasi umuman boshqacha his tuyg'u bo'ladi va tinch joyda emizganingizda o'zingiz ham miyalaringiz tinchlanib, gormonlaringiz joyiga kelib, asabingiz buzilganda yomon gormonlaringiz chiqadi, xursand bo'lganingizda yaxshi gormonlaringiz chiqadi. Yomon gormonlar sutni kelishini kamaytiradi va ba'zida to'xtatib ham qo'yadi. Yaxshi gormonlar sutningizni ko'paytirib beradi. Shuning uchun yaxshi gormonlaringiz chiqadi, o'zingizni tinch joyga olib kirib, sutlaringizni shunaqa qilib bolangizga berishingiz kerak bo'ladi. Endi emizgandan keyin nima qilish kerak? Emizgandan keyin albatta 100% holatlarda bolangizni kekirtirishingiz kerak. Chunki emayotganda havo kirib qoladi og'ziga. Menimcha smes berganlar ham kekirtirish kerak. Va emayotganda havo kirib qoladi og'ziga, boshqa paytlarda havo kiradi va agar siz kekirtirmaydigan bo'lsangiz, keyinchalik u havo gazga aylanib, qornidan bo'lib, o'sirolmay, qiynalib, yig'laydi. O'zi ham qiynaladi, siz ham qiynalasiz. Bolani kekirtirish pozalarini keyinroq sizlarga tushuntirib beraman. Lekin shunaqa kekirtirasiz va kekirtirib bo'lganingizdan keyin siz bolangizni iloji boricha yotqizib, qorniga bunday og'irlik tushadigan yoki shunaqangi pozalarda ushlamasligingiz kerak, kamida 15 minut, 30 minutcha davomida. Chunki bolani emizib bo'lgandan keyin masalan qorniga yotqizsangiz yoki mahkam ushlab ko'tarsangiz, u albatta sutini qusib yuboradi. Chunki oshqozoni kichkina, hali uni yo'llari kichkina, albatta yegan ovqati chiqib ketadi. Ba'zi bolalarda hatto burnidan ham chiqib ketarkan. Endi o'zingiz tasavvur qiling, qusganingizda og'zingizdan chiqqanda qancha sizga yoqimsiz bo'ladi. Agar shu narsa burningizdan ham chiqsa, bu juda ham yomon va bolalarimiz uchun ham bu narsa qiyin bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha mana shunday tekisroq holatda bolangizni ushlab turishga harakat qiling shuncha vaqt davomida. Chunki sutlari ham pastroqqa tushib, sal hazm bo'lib olishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, bolangizni mana bunaqangi otib, yoq-bu-yoqqa silkishni iloji boricha sut bo'lgandan keyin, emiz bo'lgandan keyin kamaytiring yoki yo'q qilsangiz ham bo'ladi. Chunki bu ham u sutni qusib yuborishiga olib keladi. Bolangiz emiz bo'lganingizdan keyin yana bir qilishingiz kerak bo'lgan narsa bolani holatiga qarab unga baho berish. Masalan, qorni to'ydimi yo'qmi, uni holatiga qarab ham bilsangiz bo'ladi. Qorni to'ygan bola o'zi ancha spokойный bo'lib qoladi. Qo'lidagi mushtlari bunday yengillab qoladi. Qo'lini bunday ushlasangiz ham qattiq musht qilib olmaydi. Barmoqlari ochilgan bo'ladi ko'pincha. Ba'zi bolalar o'zi ko'krakni shunday tili bilan chiqarib tashlaydi. Ba'zilar uxlab qoladi. Lekin agar ozgina emib uxlab qolib, uyg'onib ozgina emib uxlab qolayotgan bo'lsa, bunda o'sha muammo bo'ladi. Yo yaxshi to'ymayapti, yo ichida gazlari qiynayapti, shunaqangi bo'ladi. Agar emib sirazu yig'lashni boshlasa yoki yaxshi emmasdan uxlab qolib, yig'lab shunaqangi injiqlik qilayotgan bo'lsa, emizishni orasida ham bolangizni kekirtirib yuboring. Chunki ba'zida emizayotgan paytingizda juda ham ko'p havo kirib ketgan bo'ladi va o'sha havo yangi emilayotgan sutni pastga tushishiga to'sqinlik qilayotgan bo'ladi. Shuning uchun emizasiz, bolangiz injiqlanyapti, olasiz, o'sha kekirtirasiz, yana ko'kragingizni taklif qilasiz. Taklif qilganingizdan keyin bolangiz emadi, tinchlanib qoladi. Demak, bolangizni to'yganligini o'zini holatidan bilishni ham o'rgandik.
Endi esa ona suti haqidagi ba'zi miflar haqida sizlarga aytib bermoqchiman, ya'ni yolg'onlar. Ko'pchilik aytadi, agar morojniy yeb bolani emizsang, bolang shamollab qoladi, tomog'i og'rib qoladi deydi, yoki qaynoq choy ichib emizsang, tili kuyib qoladi deydi. Bu gaplar umuman asossiz gaplar, chunki ichingizga narsa kirdimi, bu narsa odamni tanasining ichidagi harorat bitta bo'ladi. Agar bu narsaga ishonmasangiz, muzqaymoq yengda, keyin qusishga harakat qiling. Qusganingizdan keyin u muzqaymog'ingiz muzdek bo'lib qaytib chiqmaydi, o'sha xullas ichingizga kirgan har qanday narsa issiq bo'lib qaytib chiqadi agar qusaydigan bo'lsangiz ham. Ichingizdagi tana harorati bir xil bo'ladi va ovqat ichingizga kirgandan keyin shunaqangi bo'ladi. Agar ichingiz bo'lmasdan rostdan shunaqa bo'ladi desangiz, mayli qaynoq choy ichgandan keyin ozgina vaqt kutib emizing. Lekin bu narsalar umuman ilmiy asosga ega bo'lmagan gaplar hisoblanadi. Va yana bitta narsa, ko'p odamlar aytadi, agar ko'kragi katta bo'lsa suti ko'p bo'ladi, kichkina bo'lsa kam bo'ladi deydi. Aslida bu umuman bu narsa ham ilmiy asosga ega bo'lmagan narsa hisoblanadi. Buni ilmiy asosi mana bunaqa. Ko'kragimizda o'zbek tiliga tarjima qila olmadim. Google'da ham glandular to'qimalar deb chiqdi. Shunaqangi to'qimalarimiz bo'ladi va yog' to'qimalarimiz bo'ladi. Ko'krakni katta kichkina qilishga javob beradigan to'qimalar bu yog' to'qimalarimiz. Ya'ni yog'lar ko'kragimizni kattaroq yoki kichkinaroq qiladi. Lekin sut yog'da ishlab chiqilmaydi, glandular to'qimalarda ishlab chiqiladi. Shuning uchun sizni sutingiz glandular tissuega bog'liq bo'ladi. Endi qachon sutim kam deb o'ylashingiz mumkin? Agar sizda breast hypoplasia degan kasallik bor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ko'kraklar gipoplaziyasi. Bunda nima bo'ladi? Siz tabiiy ravishda, ya'ni siz o'zingiz kontrol qilmagan ravishda ko'kragingizdagi aynan o'sha to'qimalar kamroq bo'ladi va shunda sut ishlab chiqarish kamroq bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa kasallik hammada ham uchraolmaydi va yaxshi diagnoz kerak bo'ladi. Shuning uchun agar juda ham sutim kam deb o'ylayotgan bo'lsangiz, o'sha narsaga tekshirtirib olishingiz mumkin bo'ladi, lekin bu narsa hammada ham uchrab ketaveradigan holat emas. Yana bitta tarqab ketgan yanglish fikr bu, agar ko'chada issiqda yurib keladigan bo'lsang, ko'kragingdagi sutni sog'vorib, keyin berishing kerak deydi. Shunaqa gapni eshitganimda, ochib yuribdim ko'chada degim keladi. Qo'pol bo'lsa ham sizga shuni aytyapman. Lekin u narsa ham noto'g'ri. Aytib o'tganimdek, odamning ichidagi temperatura hamma narsani o'z o'rnida ushlab turadi. Ana kuni doktorga tushganimda, doktor bo'lgan odam bir bemoriga shunaqa gapirayotganini eshitdim. Sutingizni sog'ormabsiz-da, sutingiz ichingizda achib qoladi, keyin bolangiz qornidan bo'ladi-da, deyapti yangi chaqalog'i bor onaga. Shu gaplarni eshitgan ona juda ham o'zini yomon his qiladi. Voy, bekor emizibman-da deydi. Emizishdan ko'ngli bezib qoladi. Lekin bundoq o'ylab qarasangiz, hamma bolani qornidan bo'ladi, hamma bola yig'laydi, hamma bolaning ichi gazga to'ladi. Bu o'zi keyingi mif, ya'ni yolg'on, ona suti haqidagi yolg'on gap, afsona gap. Bu emizmasang suting ichingda achib qoladi yoki qanchadir vaqt emizmaydigan bo'lsang, suting ichingda qolib ketsa achib qoladi degan gap. Sut onani ichida achib qolmaydi. Shu narsani hech qachon unutmanglar. Даже ba'zi doktorlar shunaqa gaplarni aytib yurganiga men hayron qoldim. Va agar qaysidir doktor sizga shunaqa deydigan bo'lsa, qayta bu doktorning oldiga bormang, chunki u necha yildan beri kitobni ochib o'qib ko'rmagan doktor bo'ladi. Hop, keyingi yolg'on bu emizish oson-ku degan gaplar. To'g'ri, bolalarning o'zini refleksi bo'ladi, poiskovoy refleks, oldinroq aytib o'tgandek esinglarda bo'lsa, ya'ni ko'krakni qidirish refleksi bo'ladi. Lekin bu degani ona uchun emizish oson degani emas. Chunki ayniqsa agar birinchi farzandingiz bo'layotgan bo'lsa, birinchi marta emizayotgan bo'lsangiz, ko'kraklaringiz og'riydi, bolani qanday qilib qo'yishni bilmaysiz. Lekin agar navbatdagi farzandlaringiz bo'layotgan bo'lsa ham, baribir ko'kraklaringizni uchlari og'riydi va bu narsalar normal emas. Va ko'pchilik aytadi, masalan, emizganingdan keyin og'riydi-da deb aytadi. Yo'q, og'riq normal emas. Emizish og'riqli bo'lishi kerak emas. Mayli, tug'ruqdan keyingi birinchi haftada og'riqli bo'ladi, lekin
undan uyog'iga og'riqli bo'lib davom etayotgan bo'lsa, nimanidir noto'g'ri qilayotgan bo'lasiz va bu haqida ham batafsil videoim bor. Izohlarda bunga ham ссылкani qoldiraman. Yana bitta odamlarga singdirilgan yolg'on bu emizishdan oldin ko'kragingni uchini yuvishing kerak degani. Bu umuman hech qanaqangi asosga ega bo'lmagan gap, shunchaki ko'kragingizni olib bolangizga bersangiz bo'laveradi va bolangiz o'sha yerdagi sutni hidini hidlab, o'sha hidini juda ham yaxshi biladigan bo'ladi. Chaqaloqlar o'zi qidirib ko'kragingizga og'zini ochib tutib beradi va bu narsa juda ham normal hisoblanadi. Yana bitta yolg'onni sizlarga aytaman. Dieta. Bizni poliklinikamizdagi hamshiramiz uyga kirib, bolani yuzidagi odatiy bo'ladigan toshmalarni ko'rib, dieta qilmayapsiz-da shuning uchun deyapti. Ya'ni atrofimizdagi odamlar xuddi bizni bolamizga dushman deb o'ylaydi. Bunaqa qilmagani uchun bunaqa bo'ldi, buning uchun bunaqa bo'ldi-da, hamma ayb senda, sen bolangni kasal qilyapsan, sen yomonsan degan gaplarni bizning miyamizga singdirishga harakat qiladi. Lekin aslida har bitta ona любой boshqa odam kabi balansirованная dieta qilish kerak. Ya'ni hamma narsadan oz-ozdan yurish kerak. Nima bo'lyapti? Onalarimizga dieta qildiryapmiz, ishtima yedirmayapmiz, pomidor yedirmayapmiz, qulpinoy yedirmayapmiz, yong'oq yedirmayapmiz. Emizishdan chiqaray deganda yoki 1 yildan keyin shunday ozgina yeydi, o'sha bolasi allergik bo'ladi. Undan ko'ra kichkinaligidan yeb, ya'ni bolangiz kichkinaligidan o'zingiz yeb shu narsaga o'rgatganingiz yaxshi emasmi deb o'ylayman men. Yana bitta yolg'on bor. Bu yolg'onni yaxshiroq mutaxassis bilan o'zingiz gaplashib olishingiz kerak. Agar raddomda emizmagan bo'lsang, tug'ishing bilan emizmagan bo'lsang, endi bolangni hech qachon emizolmaysan degan gaplar. Ona suti qaytib ketgan ayollar ham sutini qaytara olgan vaqtlari bo'lgan. Albatta orasida qanchadir muddat bo'lishi kerak, buni yanada batafsil o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi agar qiziqsangiz. Lekin agar bolangiz smesga o'tib ketgan bo'lsa ham, ona sutiga qaytarishni ilojisi bor bo'ladi. Yana bitta yolg'on bu, agar faqat emizaman desang, smes qo'shmasliging kerak. Yo faqat emiz, yo faqat smes ber degan gaplar ham bor. U gaplar umuman noto'g'ri. Agar siz xohlaydigan bo'lsangiz, ham smes berib, ham o'zingiz emizib bolangizni katta qilishingiz mumkin. Bu narsa hech qachon biri-biriga to'sqinlik qilmaydi. Faqat ko'kragingizda sut kamayib yo'q bo'lib ketmasligi uchun ko'kragingizni sog'ib turishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, siz o'qishga boradigan ayolsiz. Siz kechqurun emizasiz, ertalab emizasiz bolangizni. Endi kun davomida o'qishda bo'lyapsiz. U payt bolangizga smes berishyapti. Nima qilasiz? Kun davomida o'qishingizga o'sha ko'krak molkotsos deydi, ko'krak sutini sog'ib oluvchi matoh bor, xullas. O'sha narsani o'qishingizga olib ketasiz. Hojatxonagami, birorta xonaga kelib, ikkala ko'kragingizdagi sutingizni sog'asiz. Sutni saqlovchi paketiklar bo'ladi. O'sha paketikka solasiz. Uyga qaytib xohlasangiz bolangizga berasiz, xohlasangiz olib qo'yasiz. Agar jakongiz bo'lmasa, mayli tashlayvering. Lekin bu narsalarni ham qilishning ilojisi bor. Yana bitta ona suti va bolani emizishga doir yolg'on bor. O'zi bunaqa yolg'onlar juda ham ko'p. Agar sizda ham qaysidir aytmaganlarim bo'lsa, izohlarga yozing va ular haqiqatmi yoki yolg'onmi, men sizga aytib o'taman. Xullas, bu narsa agar ona istimayotgan bo'lsa, bolani emizmasligi kerak degan yolg'on. Yo'q, agar istingiz bo'lsa, o'zingiz sal yomonroq his qilayotgan bo'lsangiz, emizishni to'xtatmasligingiz kerak. Chunki ona sutida bolangizni siz o'sha kurashayotgan kasallikdan himoya qiladigan antitelalar bo'ladi. Menimcha o'zbek tilida bu antitanachalar bo'lsa kerak. Xullas, shunaqangi foydali xususiyatlar bor. Isitmangiz chiqayotgan bo'lsa, bolangizni aksincha emizaverishingiz kerak. Chunki siz qaysidir kasallikka chalingan bo'lsangiz, u narsadan sizni bolangizni aynan sutingiz himoyalashga yordam beradi. O'sha paytda emizayotganingizda sizni sutingizda o'sha narsaga qarshi kurashayotgan o'sha odamchalar, antitelalar kuchaygan bo'ladi va bolangizga bu narsa foydaliroq bo'ladi. Endi esa bolani kekirtirish mavzusiga va nihoyat yetib keldik. Bolangizni kekirtirish uchun 3 ta yaxshi poza bor. Menga eng yoqadigani bu yelkangizga qo'yib kekirtirish. Bolangizni tekis pozada ushlaysiz, yelkangizga qo'yasiz, qo'lingiz bilan oddiy bolani po'pasiga urib uxlatasiz-ku, xuddi shu tarzda bolangizni orqasiga urasiz va
urib ozgina yursangiz odatda 1 minutni ichida srazu kekirib tashlaydi. O'zim sal kamroq ishlatadigan, lekin baribir juda ham effektivniy bo'ladigan, samarali bo'ladigan yana bir poza bu bolani yotqizib kekirtirish. Bu pozada ba'zida bola qusib yuborishi ham mumkin. Shuning uchun men unchalik yoqtirmayman. Chunki qorniga qo'yishingiz bilan sutni qusib yuborish ehtimoli yuqorilashadi, lekin ba'zilar shunaqa qilib qiladi. Qorniga qo'yasiz, yotqizib qo'ymaysiz, tepa tarafini ko'krak qafasidan ushlab ko'tarib turasiz va orqasiga urasiz, shunda kekirib tashlaydi. Endi ba'zilar bolani o'tirg'izib kekirtiradi. Bolangizni o'tirg'izasiz, badanini, tepa qismini oldinga surasiz. Mana bu ko'krak qafasidan yoki ikkala yuzchasidan ushlab orqasiga ozgina ursangiz, bola yana kekiradi deydi. Lekin men bu pozada hech qachon qilib ko'rmaganman, juda ham qo'rqaman, ayniqsa yangi chaqaloqligida farzandim juda ham qo'rqardim, shuning uchun bu narsani qilmasdim. Siz uchalasini ham qilib ko'ring, sizni farzandingizga qaysi biri mosligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Endi bolamni orqasiga urgim kelmayapti, qo'rqaman, og'ritib qo'ysamchi deydigan onalar uchun urgiz kelmayotgan bo'lsa, shunchaki siling. Pastdan tepaga, pastdan tepaga, pastdan tepaga siling va 8 belgisi bor-ku, 8 raqami, xuddi shunaqangi 8 raqamidaqangi orqasini silasangiz, kekiriqlari o'zidan o'zi chiqib ketadi va vau, katta odamlarga o'xshab kekirasan, o'g'lim yoki qizim deydigan bo'lasiz. Albatta bolangizni kekirtiring, chunki kekirtirmasangiz oldin ham aytib o'tganimdek qorniga o'tib juda ham yomon qiynalasizlar. Ona sutini sog'ish va saqlash bo'yicha ham bir ikkita tavsiyalar bor. Agar siz sutingizni sog'moqchi bo'lsangiz, mana bu kabi sut sog'iydigan sotib olsangiz bo'ladi yoki любой sut sog'iydigan. Mana men yaqinda ishlatganman. Sutlar haligacha turibdi. Sutingizni sog'asiz. Soqqaningizdan keyin xohlasangiz mana bu kabi paketiklarga solib qo'ysangiz bo'ladi. Endi ona suti xona haroratida 4 soatgacha, xolodilnikda 4 kungacha va morozilkada 1 yilgacha o'zini foydali xususiyatlarini saqlab qoladi. Shuning uchun agar siz masalan ko'chaga chiqqaningizda emizishga noqulay bo'lsangiz yoki qayoqqadir uzoqqa ketganingizda uyingizdagilar o'qishga ketganingizda sutingizni berib turishini xohlasa, mana bu kabi paketiklarga sutingizni solib, o'zini maxsus ruchkasi bo'ladi. Ruchkasi yordamida qaysi sanada soat nechida sog'ib qo'yganingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Agar bolangizni ko'chaga olib chiqadigan bo'lsangiz, bu kabi ice pack deyiladi. O'zbek tilida qanaqa bilmayman, muz saqlanadi, muzdek bo'ladi, lekin buni ichida suv emas, qandaydir maxsus gelmi shunaqangi. Agar ko'chaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, shunchaki sutingizni olasiz, eritib olasiz. Mana muzdagi qattiq bo'ladi. Shu bilan birgalikda sutingizni ustiga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, sutingiz ko'cha haroratida ham, masalan, ko'chada issiq bo'ladigan bo'lsa ham, yomon bo'lib qolmasdan muzdek bo'lib turadi. Kichkina xolodilnikchaga o'xshagan narsa hisoblanadi bu. Afsuski, hamma mavzularimiz bitta videoga sig'madi. Shuning uchun videomizning keyingi qismida bolani ko'p martalik tagliklarga o'rgatish, to'sishga o'rgatish, vaksinalar, qanaqa mahsulotlar olish kerak, qanaqalarni olmaslik kerak, bola uyg'oqligida nimalar qilish mumkini bilan va bundan tashqari eng muhim bo'lgan mavzulardan bittasi bolani uyqusi haqida gaplashamiz. Ungacha esa kanalga obuna bo'ling va videolarimizdan qolib ketmang.